Ishonchim komil. Buni eslamasligini afzal ko'rasan, lekin u yerda soya stalkerlari bor edi. Ammo o'sha paytda ular bizga hujum qilishmadi. Ha, to'g'ri, biz bilan jarohat olgan odam bor edi. Ular bizga hujum qilish uchun barcha sabablarga ega edi. Nima demoqchisan? O'ylaymanki, o'sha paytda biz ko'rgan soya stalkerlari men Saymonda ishlatgan prizmatik raketaga munosabat bildirgan. Sehringda demoqchimisan? Yo'q, la'natimda. Men ularni chalg'itaman. Yaxshi, men o'z o'rnimdaman. Chirigan natrgullarning hidi, qora it uvillaganda botayotgan quyosh nurini yutgan dengiz. Qoravoq narilashishi bilan ruhlar tartibsizlikka yo'qoladi. Chirigan natrgullar hidi. Ular aldanishdi, hozir. Botayotgan quyosh nurini yutgan dengiz. Ruhlar tartibsizlikka yo'qoladi.